Hurmatli yurtdoshlar, ma'lumki, kuz-qish mavsumida havoning sovib ketishi natijasida aholi yashash xonadonlarida, tashkilot va korxonalarda yong'in oshishiga sabab bo'ladi. Shu boisdan yong'in xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan tadbirlar yanada kuchaytirish maqsadida, shuningdek, havo gaz aralashmasining chaqnashi, is gazidan zaharlanish holatlarini oldini olish maqsadida 15-sentyabrdan 15-oktyabr kuniga qadar respublikamizda yong'indan ogohlik umumiy kampaniyasi oyligi joriy etildi. Oylik davrida birinchi galda is gazidan zaharlanish holatlarini oldini olishga qaratilgan tekshiruv va o'rganishlarni olib borish, mahallalardagi yakka tartibdagi va ko'p kvartirali xonadonlarda xonadonbay profilaktik ishlarni tashkil etish, ijtimoiy soha obyektlarida va tadbirkorlik subyektlarini, shuningdek, paxta yig'im-terim mavsumida ishtirok etayotgan barcha ishchi xodimlarini, shuningdek, mahallalarda aholi bilan yong'inlarni oldini olish va sodir bo'lganda to'g'ri harakat qilish ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan yo'riq va mashg'ulotlar o'tkazish rejalari amalga oshirilmoqda. Aziz yurtdoshlar, yong'in xavfsizlik qoidalariga rioya etishingizni va yurtimizda keng miqyosda olib borilayotgan yong'indan ogohlik umumiy kampaniyasida faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz.